ko'rma. Ko'rmayapsanmi kelayotganimni? Aka, men pavorotnikka yoqib chiqyapman. Unaqa uchib kelishingizni bilmadim. Nimani bilmaysan? Nimani bilmaysan? Aka, bakoyga qarab chiqyapman. Qanaqa bakavoy? Hozir ikkalamizning abjag'imizdan chiqargan bo'larding. Unaqa baqirib tashlamang, xafalashib qolamiz hozir. Xafalashib qolamiz? Nima meni qo'rqitmoqchimisan? Ha? Odamlar qarab turibdi deyapman. Chetroq boshqa joyda gaplashaylik. Lubboy joyinda gaplashamiz. Tushundingmi? Lubboy joyinda. Lubboy joydami? Kecha gapmi? Ha? Ketdik, orqamdan haydang. To'xta. Toma ketganmi buni? Ey, to'xta. Qayoqqa ketyapsan? Naryoqda kengroq joy bor. Yuring. Qo'rqmang. Qo'rqma deydimi? Ana endi gapiring. Kuchingizni ko'rsating. Nima qilamiz? Gaplashamizmi, urushamizmi? Nimaga bu yoqqa olib keldi deb o'ylayapsiz, a? Bu yoq tinch. Hech kim ko'rmaydi, eshitmaydi. Bo'lmasa, boshqalarga tomosha bo'lib, kameralarga tushib, qamalib, keyin uzr so'rab chiqib, sharmanda bo'lardik. Bu ham bo'lsa yaxshi holatda. Yomon holatda bo'lsa-chi? Hozir o'z oyog'imiz bilan kelgan bo'lsak, u holatda peshinga boshqalar bizni ko'tarib kelardi. Bolalarimiz yetim, ayolimiz beva, ota-onamiz esa Bo'ldi, tushundim. To'g'ri. Juda ham tez kelayotgandim. Hozir butun hayotim ko'z oldimdan o'tdi. Uzr. Mendan ham o'tdi. Men ham uzr so'rayman. O'zingizni asrang. Men qolaman. Biroz qolishim kerak.